Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun biz Madina shahrida vaqf xurmo bog'idamiz. Bu yo'lda hozir Niyozov Maqsud Yo'llashovich nomlarida bu vaqf xurmo daraxtini ekmoqdamiz. Rakib. Bu oliyajli xurmo daraxti 4 yilda hosil beradi. Bu 60 yildan 80 yilgacha meva hosil beradi inshaalloh. Bu daraxtdan chiqqan hosillarni Madina shahridagi miskilligi, bevachilligi, yetim yesirligi va payg'ambar alayhissalom masjidlaridagi hojilarga ehson tariqasida tarqatiladi. Alloh taolo bu daraxtimizni yonidagi katta daraxtlarga o'xshagan sehr hosil meva beruvchi daraxtlardan qilsin va bu daraxtdan chiqqan hosillarni miskilligi va bevachilligi hojilarga manfaatli va foydali qilsin. Bu ko'rib turganingiz Uhud tog'i bo'ladi. Bizning bog'imiz Madina shahrida Uhud tog'ining yonida joylashgan bo'lib, haram hududi hisoblanadi. Haram hududida qilingan har bitta amal bilasizlar 1000 daraja qilib beriladi. Alloh taolo sizlarning darajalarni oliy qilsin, qilgan ehsoninglarni, solih amallarni o'zi qabul qilsin va sizlardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.